Eng zo'rlarini hozir aniqlab olamiz. Eng zo'rlaridan birisi Alex. O'tgan oy natijanchik bo'ldi. O'tgan oy $45,000 gross bo'ldi 7 talik bilan. Eng zo'rimi? Yo'q, mendan ham zo'r etganlari bor. Bu ro'yxatning egasi Richard. O'tgan oy qanday natija bo'ldi? 7 talikdan 46,800 bo'ldi. Menimcha eng zo'ri Robert bo'lsa kerak. Robert o'tgan oy natija qancha bo'ldi? O'tgan oyda eng yaxshi natijam 7 lik treylerda 48,300 gross bo'ldi. Eng zo'rimi? Eng zo'r emas, eng zo'ri Tony Montana'da. Menimcha endi yetib keldik bu ro'yxatning oxirini. Steve, natija qanday bo'ldi? O'tgan oy 9 lik bilan Jahongir aka bilan 49,500 gross qildik. Eng zo'ri bo'ldimi shunda? Yo'q, hali yana bor. Menimcha bu ro'yxatning oxiriga keldik. Tony, sizda qanday natija bo'ldi? O'tgan oy 8 lik Ahrar aka bilan 50,400 gross bo'ldi.